bo'ldi. 3-2. Zo'r kadr bo'ldi. Zo'r kadr bo'ldi. Tashakkur hamkasblarimizga ham mana shu kadrni ushlay olishdi. Reaksiyani ko'rdingiz, qanday diqqat bilan zaxira o'rnida murabbiylar o'tirishgan. O'zi umuman alohida aytib o'tgan bo'lardim. Joriy mavsum bu borda ham sifatsiz esa oshib boryapti. Ko'rsatib bera olishmadi. Endi bunday yigit haqida oshib boryapti. Noriyev Ruben Sanchez nima qildi bilmadim, lekin Noriyevni to'xtatdi. Sanchez esa yuzini ushlagan ko'yi qolib ketdi. Hakamdan umid qildi shekilli, hakam esa indamadi. Qanot kuzatilgan to'p. Aytdi-bu, shunchaki durangga ham rozi emas aslida. Hozir lekin to'pni mag'lub etdi. O'yinda birinchi marta gol ketgan. Ko'plab hamkasblarimiz tomonidan bitta fikr aytilmoqda. Joriy mavsum oxiriga Osiyo boshqaruvidagi jamoa o'zgacharoq futboldan boshlatyapti. Ya'ni hujumkorlik futboldan. Avvalari Osiyo boshqargan jamoada biz bunyodkorda ham ko'rardik. OKPga kelgan paytlarda ham milliy terma jamoada ham himoyani mustahkam ushlab turib, iloji boricha yuzaga kelgan vaziyatda maksimal darajada foydalanish. Lekin joriy mavsum ham boshqacharoq. Jamoada hujumkorlik o'zgacharoq va oddiygina futbol muxlisini o'zini quvontiradigan darajada. Oqibatda endi mana bu gol uchrashuvda ham kuchli gol. Balki bu yakun emas. Bu yakun emas. Va tarkibda hozir biror bir futbolchini ayta olasizmi? Juda katta nom deb. Ha, balki bu Islom To'xtaxo'jayev